bo'yicha, sportivka model bo'yicha patok tuzilishimiz, ya'ni patokni o'ng tarafiga qaysi mashinalar joylanadi, chap tarafiga qaysi mashinalar joylanadi va qaysi mashinada tikiladi operatsion nomlari bilan bor. Bu bir kunlik chiqargan ish sonimiz, yonida qo'ygan normamiz, odam soni. Shuni qarab ko'ring. Bu birinchi kontrol va ikkinchi kontrolda ta'mir raport qog'ozi bir kunlik. Bular bandma-band. Birinchi bandni ta'mir qog'ozini alohida, ikkinchi bandni ta'mir qog'ozini alohida. Bu model narxlari, masalan, tanlov operatsion soniyasi 1 soatlik normasi, 8 soatlik normasi, bir operatsion narxi va qo'yilgan normani bajarilsa topadigan summasi. Buni biz mashinalarga yopishtirish uchun shunaqa rapor qog'ozdan foydalanyapmiz. Bu bir kunlik fabrikani bandma-band foizi. Birinchi band necha foizda ishlagan, ikkinchi band necha foizda ishlagan, chiqargan ish soni, bandda nechta odam karta o'qitgan, nechtasi o'qitmagan va bu yerda performans va verimliliklari. Bu yashilda ketganlar yaxshi ishlaganlar, sariqda ketganlar o'rta ishlagan, qizilda ketgan past ishlagan bandimiz. Bu rapor esa soat 1 ga 4 obed mahaliga qizil, sariqda ishlayotgan chevarlarimizni tekshirish rapor qog'ozi. Biz bu qog'ozni soat 1 da chiqib, odamni o'zi bilan sizni foizingiz past ketyapti deb shu qog'oz orqali shug'ullanamiz. Bu ham bitta patokda performans rapor qog'ozi, lekin foizi baland, yaxshi ishlagan patoglarimizdan. Bu sal sekinroq ishlagan patogimizning performansi, verimlilik performansi. Bu rapor qog'ozimiz esa oy davomida 1 oylik har bitta chevarlarni sanama-sana necha foizda ishlagani. Mana yashilda ketganlar 1 oy davomida yaxshi ishlagan. Bu oqdagilar pragov qilgan ishchilarimiz. Qizilda ketganlar past ishlaganlar. Va bu rapor qog'ozimizning oxirida band, masalan 3-band o'tgan oy 95% ishlagan 1 oylik. Bu pastroq ishlagan bandimizning performansi, verimlilik. 12-bandimiz qizil sariqlari ko'pligi uchun 59% ishlagan. Bu rapor qog'ozimiz esa bandlar bo'yicha birinchi bandimiz nechta model kirgizdirgan va chiqargan soni, bandma-band hammasiniki bor. Bu rapor qog'ozimiz esa oy davomida fabrikani necha foizda ishlagan performansi. Masalan, birinchi band 70% ishlagan, keyingi bandimiz 3-bandimiz 92% ishlagan va eng oxirida 1 oy davomida fabrikani biz necha foizda ishlatganmiz. Shulari bor. Bu yonida esa umumiy xodimlar soni, ishga kelganlar soni, katta o'qitgan, ya'ni yonida esa kelmagan ishchilarimizning soni. Buni yonida qaysi modeldan, zakazchikdan nechta ish tikkanmiz, zakaz chiqarib bergan. Men dron fabrikasida 3 yildan beri ishlayman. Hozirda bu rapor qog'ozlarida hammasini bizga Argemas sistemasi kelgan. Shu sistemadan olib, hozirda 17 ta patogda ishlatyapmiz shu sistema orqali. Bu ko'rsatgan hamma qog'ozim shu Argemas sistemasidan chiqarilgan rapor qog'ozlar. Bu Argemas sistemasi ishchi samaradorligini, verimliligini har taraflama bizga
yordamchi bo'lyapti.